Assalomu alaykum barcha YouTube kuzatuvchilari. Mana Moskvadan turib video qilyapmiz. Bugungi videorolikimizda mana shu Rossiyaga kelish dokument sistemasidan qanday bo'lyapti, qanday o'tib keldingiz degan savollar tabiiyki bo'ladi. Shular haqida shu samolyotda keldim, o'zim his qilgan, bilganlarimni aytib o'tkazsam, ya'ni postoyanno shunday degan emas. Ba'zi bir samolyotlarda turlanishi mumkin vaziyat. Xullas o'zim keldim, umuman olganda 3 gruppa bo'lib o'tib ketdik-da. Birinchilar qalatda shu birinchi qatorda shunday o'tib ketadi. 2 soatda o'tadiganlari bor, 5 soatda o'tadiganlari bor va 9 soatda o'tadiganlari bor. Shaxsan o'zim 9 soatda o'tdim. Nima uchun? Permen pasportda bo'lganligim uchun. Men Permen pasportda o'tib ketdim, Xudoga shukr. O'tganim asosiy sabablardan birinchidan oxirgi 3 yil ichida kelmaganman. Ito mana shu Permen pasportimdan bundan oldin 2 marta kelib ketganman. Ito oldingi nomim ochiq bo'lganligi uchun. Shuning uchun meni Xudoga shukr qo'yib berib jerdi. Sizlarga tavsiyam shuki, birinchi o'rinda peremenlaringiz bo'lsa, oldingi nomlaringiz ochilgan bo'lmasa, bunda kelib o'tirmanglar, chunki kelib birinchi navbatda atpechetga oladi, ko'zdan ham boshqa joydan ham oldingi dalillar chiqib keladi. Ya'ni shunda ham bilmayman, yana bir taqdir degan gap bor, mo'j shunday bo'lishi mumkin. O'zim shaxsan o'tishimni ishonmay qoldi, chunki 9 soat bu hazil ekan, menimcha meni qaytarsa kerak dedim. Biz kelgan samolyotda mendan keyin qolgan insonlar ham bor edi. Bir gidada 20-25 kishilar bor edi. Ular menimcha qaytadimi deymi, ularni yomon chuqur tekshirib yotib edi. Yana shu narsani aytib o'tmoqchiman. Mana Moskvada keldim. Qara ish uchun emas, o'zimda mana shu internet ishim yuzasidan keldim. Bu maqtanish uchun emas. Demoqchimanki, sizlarda ijtimoiy tarmoqqa olib chiqmoqchiman, birgalikda ishlamoqchi bo'lgan videolaringizmi, yoki bo'lmasa reklamalaringizmi, nimaki xizmatlar bo'lsa, ekranlaringizga o'zimda WhatsApp raqamini qo'yib qo'ydim. Shunga murojaat qilsangizlar, men o'zim qo'limdan kelgancha yo'li uzoqma yaqinma xizmat qilishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Jigarlar, shu videoni tarqatib qo'yinglar, chunki YouTube'da ahvoli bad. Podashka bo'lmasa, uning videosi hech qachon ketmaydi. Men har doim mana shu Guliston TV'ning obunachilaridan mamnun bo'lib, podashkalaringizga xursand bo'lib kelganmiz. Bundan buyog'i ham shundayda bo'linglar. Inshaalloh sizlarga har bir videoni qo'yamiz ekan, bir har tomonlama o'ylanib, bir yaxshiroq video olishga harakat qilamiz. Chunki ishimiz shul. Mana shu Taysonlarda jiramiz, qayerlarga borsang yoshlar men qarab rasmga tushadi, imtilodi. Mana shu senga qarab o'ziga bir nimaday bo'lib, qaysi tarafingdan o'rganishga harakat qiladi. Shuning uchun biz mana shu ijtimoiy tarmoqda chiqib yurgan inson sifatida nimalarga qarab intilib boryapsan? Chunki hozirgi bitta so'zni aytadigan bo'lsam, farzand 70%, 30% tarbiyani uydan oladi, qolganini ko'chirdan oladi deb, mana shu internet o'qiyapti. Mana shu internetda bir yaxshi videorolik qo'yib borib xizmat qilishga harakat qilaman qo'limdan kelguncha. E'tiborlanish uchun kattadan katta rahmat. Bu mavzu bo'yicha hal nasib alohida bir video ham qilishimiz mumkin. Ya'ni qaysi mavzu bo'yicha. Xullas jigarlar, kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha deymiz. Sizlar bilan sog' salomat bo'linglar, jonlaringiz omon bo'lsin. E'tiborlanish uchun kattadan katta rahmat.